Hürmetlik vatandaşım, leksiyimizi başlayımız. Leksiyanın mavzusunu da davamlaştırımız. Soğudu uruşunun bir qancha qatimliq elişidi Jungo taloq yengildi. Sen qanday qaraysan? Mavzuli xabar 7 ayning 31 kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Agar Amerika Jungo so'g'di urushini bokschilarning musobaqasiga o'xshatsang, undaqda Jungo bir necha maydon elishning 500 yili to'liq mag'lub bo'ldi. Faqat mush yeydigan holatga tushib qoldi. Birinchi qatimliq elishga Jongshin shirkati hujum va mudofaada. Jongshin shirkati davlat egiligidagi shirkat shaklida Jungoning asosli fan texnika shirkati sifatida qo'shin shaharga yaqinlab kelganda shartnoma imzolashga majbur bo'lgandak, shartnoma imzolashga majbur bo'lib, bir majburiyatda qilib, egilik huquqni o'tinib berish qo'shimcha huquq to'lashdak, qo'shimcha haq to'lashdak, kechiringlar vatandoshlar. Qo'shimcha haq to'lashdak bir ishga majbur bo'lib, jumladan Amerika hukumatining talablari bo'yicha rahbarlik qatlamini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Amerika hukumati odam avatib shirkatga kirib, shirkatning nizomnomalariga muvofiq shirkat ishkanligini kapolatga ega qilib, yana 120 million dollar jarimani to'lab, Amerikaning yangidan uskunalar bilan ta'minlashini tasdiqlab berishini qo'lga keltirdi. Jungo hukumati va Jongshin shirkati bayonot e'lon qilib, Amerikaning qiliqlariga qarshi turgandan boshqa kuch qaytarishga kuchi yetmadi, yetkizak azob chekdi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Jongshin shirkatini qo'yib etdi. Qo'yib etganda biri jarimani to'ladi, ikkinchi shirkatga Amerika maxsus odamlarni avatib bu shirkatni nazorat qiladigan. Ya'ni o'zing tuzgan nizomnomaga o'zing egizarchilik qilamsan, amal qilamsan, yo'q deb nazorat qiladigan. Shuningdek 120 million dollar jarimani qo'yish bilan Jongshin shirkatini tijoratini qildi dedi Amerika. Ya'ni bu bir kan qo'saqliq juma vatandosh. Ikkinchi maydonda Tamojda urushi. Dastlabda Jungo bir kurashchan davlatlik qiyofatini o'ttirg'i chiqdi. O'zliksiz mush ko'tarib Amerikaga tahdid soldi. Masalan, Amerika Jungoga eksport qilgan yezi egilik mahsulotlariga 25% boj qo'yaman dedi. Amerikaning 50 milliard dollarlik tamojda beji jadvalidan o'ch olmoqchi bo'ldi. Amerika 200 milliardlik import tovarlardan boj olishni o'ttirg'i chiqarganda, Jungo buning zarba berishga chorasiz qoldi. Qo'l yandirish bu yoqda tursin. Qo'l yandirish bu yoqda tursin. Qo'l yandirish bu yoqda tursin. Jungo buning zarb berishga chorasiz qoldi. Qattiqroq biror jumla gapmo qila olmadi. Prezident Trump muxbirning ziyoratini qabul qilganda Jungodan import qilingan 500 milliard dollarlik tovar mallarga boj qo'yishni o'ttirib qo'yganda Jungo aloqador taraflar javob qaytarishni o'ylashqimi madara qolmadi. Faqat og'zaki bir holda Amerika savdo zo'magarligi qilyotdi deyishga majbur bo'ldi. Masalan, Rais Xi Jinping Janubiy Afrika 5 oltin kesak 5 davlat yig'inida shundoq dedi. Nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari hozir ismini atmadi Amerikaning. Amerika Qo'shma Shtatlari deganda hozir savdo zo'magarligi qilyotdi dedi. 3-chi maydonda Amerika Jungo xalqaro kart o'ynadi. Jungo boshqa savdo sheriklarining qo'llashini qo'lga keltirib, qarshi tarafga zarba berishni o'ziga foydali vaziyat yaratishni umid qildi. Bir necha oydan beri Jungo rahbarlari chet elga ziyoratga chiqqanda shunga hadisa erkin savdo va ko'p taraflik savdoni eg'izdan sharmaydigan bo'lib boshqa davlatlar Amerika bilan savdo surkishi qilayotgan davlatlar.
Amerika karşı birleşip kurmakçı boldu. Amerika devletler bilen birleşip Amerika karşı birleşip kurmakçı boldu. Şu arkalık Amerika'ya besim işiltişini ümit kıldı Cungo. Bunun için iqtisad kölümü Amerika'dan kalışmaydıgan Avrupa İttifakını kolga keltirmekçi boldu Cungo. Kıskısa Amerika bilen Avrupa İttifakı oturusundaki soğudu sürkülüşü tumalları tarqılıp, öz ara hürmet kılıp, birbirini hürmet kılıp, hem kardeşip, soğudu kılıdığan şeriklerge aylan. Cungo tirişip kolga keltirmekçi bolgan soğudu şeriki, yekki perverlikke qarıştırış, birlik sepege kirişke maqul demegende Beijing rehberlerinin inavete töküldü. Hazır Cungo'nun soğudu şeriki hesaplangan Avrupa İttifakının ayınıp kilip, Cungo'ga besim işletkenligi, diplomatiya ve soğudu ticaret sahasıda Cungo'nun intayın zor, onussuzlukka uçurganlığı direkmet. Avrupa İttifakı milli daramet 20 trilyon dolar iktisadi tangdaşsız Avrupa İttifakıdır. Hakikaten Amerika ile hemkarlaşıp, Cungo'ga besim işiltidi bolsa Avrupa İttifakı, tamoyda Beijing'in tesiriga uçraydıgan Cungo'nun tuhar mallarının kıymeti 700-800 milyar dolar gıydıda. Cungo'nun eksport kılgısı barlıq tarmaqları, sanaat sahası eğer zərbiga uçraydı. Cungo üçün etqanlı kol qaytırış bu yaxtı tursun. Özünü saklap kalışmı kıyınğı toxtaydı. Kelgisi bir neçe ay içinde, eğer Cungo Pellenpeyden çüşnen bösüş eğizini tapalmasa, Cungo bu qatem soğudu uğraşı da mükemmel, pak-pakez məğlup boludu. Amerika'nın soğudu şartlarını qabul qilishga mecbur boludu.